Gazi bor joylardan dacha so'raganmidinglar? Mana shu variantni bitta ko'ringlar. 5 sotix maydonga joylashgan, tayyor patkulchi holatdagi yurib turgan dachamizni sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz Chorroq Bochka, Hojikent mahallasi bo'ladi. O'sha masjidning orqasidagi ko'chalar. O'zi bu joylarda sanoqli mahallalarda gaz bor va mana shu gaz bor joylar ozgina qimmatroq yuradi. Lekin bu dachamizda budjetli narxda yaxshi ishlatsanglar 3-4 yil ichida puli chiqib ketishi mumkin. Planirovkasi keladigan bo'lsangiz, darvozaxonani ko'radigan bo'lsangiz, katta 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu tarafda katta basseynlarni ham ko'rishimiz mumkin va hovlining oxirida tapchanli zona va letniy kuxnalar joylashgan. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimizda mana shunaqa katta hol bilan boshlanib, yumshoq mebellar, stol, tennislar va kuxnyani ko'rishimiz mumkin. O'ng qo'lda bo'lsa, bizda zimniy basseyn joylashgan, kattagina razmerda alohida sanuzil va ikki xildagi saunalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda mana shunaqa PlayStationlar bilan boshlanib, 10 ta kompyuter va bilyardli zonalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. 2 ta katta yotoqxonasi alohida o'zini sanuzil bilan birga, razmerlari katta-katta ishlangan va bundan tashqari 2 ta bolalar yotoqxonasi, polностью kravatlar ham qo'yib qo'yilgan. O'rtada bitta umumiy sanuzil bilan birga. Bu dachamizdan yiliga 40 ming 50 ming dollar doxod qilamiz deyishyapti. Xolasizlar biznes uchun olaman desanglar ham zo'r variant. Dachamizning narxi 220 ming dollar, hali kelishiladigan joy bor, pastda egalarining nomeri. Gazi bor joylardan dacha so'raganmidinglar? Mana shu variantni bitta ko'ringlar. 5 sotix maydonga joylashgan, tayyor patkulchi holatdagi yurib turgan dachamizni sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz Chorroq Bochka, Hojikent mahallasi bo'ladi. O'sha masjidning orqasidagi ko'chalar. O'zi bu joylarda sanoqli mahallalarda gaz bor va mana shu gaz bor joylar ozgina qimmatroq yuradi. Lekin bu dachamizda budjetli narxda yaxshi ishlatsanglar 3-4 yil ichida puli chiqib ketishi mumkin. Planirovkasi keladigan bo'lsangiz, darvozaxonani ko'radigan bo'lsangiz, katta 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu tarafda katta basseynlarni ham ko'rishimiz mumkin va hovlining oxirida tapchanli zona va letniy kuxnalar joylashgan. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimizda mana shunaqa katta hol bilan boshlanib, yumshoq mebellar, stol, tennislar va kuxnyani ko'rishimiz mumkin. O'ng qo'lda bo'lsa, bizda zimniy basseyn joylashgan, kattagina razmerda alohida sanuzil va ikki xildagi saunalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda mana shunaqa PlayStationlar bilan boshlanib, 10 ta kompyuter va bilyardli zonalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. 2 ta katta yotoqxonasi alohida o'zini sanuzil bilan birga, razmerlari katta-katta ishlangan va bundan tashqari 2 ta bolalar yotoqxonasi, polностью kravatlar ham qo'yib qo'yilgan. O'rtada bitta umumiy sanuzil bilan birga. Bu dachamizdan yiliga 40 ming 50 ming dollar doxod qilamiz deyishyapti. Xolasizlar biznes uchun olaman desanglar ham zo'r variant. Dachamizning narxi 220 ming dollar, hali kelishiladigan joy bor, pastda egalarining nomeri. Gazi bor joylardan dacha so'raganmidinglar? Mana shu variantni bitta ko'ringlar.